Samarqanddagi lokatsiyalar birinchi qism. Bugun Samarqandda ikkita filiali bor J-Martni obzor qilamiz. Bu men birinchi marta kelishim. Dugonam bilan Ramyon va yangicha napitkasida ichib ko'rishga kelishdik. Birinchi to'lov qilib olib, keyin o'tib tayyorlab yeysiz. Xodimlar sizga o'zi o'rgatib turar ekan. Muomalasi juda ham yoq. Atmosferasi ham rosa zo'r. Anime, drama, K-poplardan rasmlar bilan bezatib qo'yilgan. Haqiqiy koreyskiy vibe. Ayniqsa shu napitkasiga juda qiziqdim, chunki buni YouTube'da ko'rib, qachon O'zbekistonga kirib kelarkin deb o'ylardim. Fikalarim bekorga emas ekan. Mana shu tarvuzlisiga 10 dan 10 qo'yaman. Mana shunaqa chiroyli rasmlarning tagida o'tirib, Ramyon yeydigan joy ekan. Ko'rinishidan rosa chiroyli chiqdi. Uyda qiladiganim bunaqa bo'lmasdi. Mana shu joyini eshitish kerak. Yorug'likka teskari bo'lib qolgani uchun keyin joyimizni almashtirdik. Yana bitta qulay tarafi, odam unchalik ko'p bo'lmas ekan. Bemalol video olib o'tirdik. Hayotimda 3-marta yana balki achchiqmasdir deb shans berib xato qildim. Keyingi safar kimdir eslatsin, achchig'ini mustorga tashlab yuborish kerakligini. Mana shu doska qaysi daramani eslatib yubordi, shuni yozib ketinglar. Biz ham el qatori o'zimizdan qanaqadir esdalik qoldirib ketdik. Agar shu qog'ozcham ko'rib qolsanglar, meni ham atmetka qilib istoriyaga qo'yib qo'yinglar. Umuman olganda menga bu yer yoqdi. Narxlarini ko'rib olishinglar mumkin. Bu yerga men 4 yulduzcha qo'yaman. Dugonam bilan hali yana kelamiz. Kommentariyada keyingi lokatsiyaga ideya berib keting.